Bismillahirrahmanirrahim. Allah Rabbimizga maqtovlar bo'lsin. Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat şerifeler, ko'ngillerimizning to'ridan chiqqan salomlarimiz borib erishsaydi, Allah Rabbimiz darslarimizni muborak qilib, zihnlar bersaydi, foydali ilmlar bersaydi. Bugungi darsimiz muhtaram jamoat madlar haqida, ya'ni biz aytgan edik, arab tilida tortiq ovozlarga so'ziq ovozlar yo'q. So'ziq ovozlar o'rnina harflar ustuna mana fatha, a, ostina i kasra, ustuna domma, u qo'yiladigan edi. Endi arab tili shunday bir o'zinchalikli bir tilki, bu tilda hattoki mana shusha so'ziqroq ovozlarni deb aytik, tog'inda ko'proq so'zib o'qirga mumkinchilik bera turgan o'rinlar bor. Bugungi darsimizda biz mad tobi'ini qarab o'tamiz. Ya'ni g'adatiy halin, g'adatiy halatin. Bizning so'ziq ovozlar a, i, u. Ular tog'inda so'zdirir uchun, ya'ni bir alif darajasini ko'tarir uchun shusha so'ziq ovozlarni bir alif, ya'ni biz o'tgan darsimizda aytgan edik, bir alifning miqdori darajasi barmoqni ko'tarib, ya'ni bo'g'ib ko'taruv darajasida. Mana bu bizning muhtaram jamoat alif bo'ldi. Mana shusha oldagi fatha bilan. Ham bizning i'ni da biz qay bir o'rinlarda so'zlarga tegishli biz qayshan kasradan so'ng yoyning o'zi kelsa. Albatta bu harflar ustuna sakin qo'yilmay, bir narsada qo'yilmay. Mana shusha kasradan so'ng yoy kelayotgan, demak biz mana azroq so'zibroq o'qiymiz. Mana shusha yoy mad harfining g'adatiy hali, tobi'iy hali. Shunday yo'q, bizning domma so'ziq ovoz, qisqa so'ziq ovoz. Aning g'adatiy halini, tobi'iy halini ko'chirir uchun muhtaram jamoat, shu dommadan so'ng vav harfining keluvi shart. Mana bu misollarda qaray turgan bo'lsak, mana bizning fatha keldi, fathadan so'ng alif keldi. Shunga ko'ra biz buni qola azroq bosim yasab, azroq so'zib o'qiymiz. Qola, qayla. Bizning kasrali harfdan so'ng yoy keldi. Shunga ko'ra bir alif darajasida qayla deb so'zib o'qiymiz. Vav harfida shulay yo'q. Dommali harfdan so'ng vav kelar ekan. Mana qofdan so'ng keldi, lamdan so'ng keldi. Shunga ko'ra biz bularni vavlarni so'zib o'qiymiz. Qulu. Demak bizning mana shusha tobi'iy deganimiz bizning alif, yoy, vavning g'adatiy, ya'ni tobi'iy holatdagi so'ziluv vaqti shusha misollarda ko'rinadi.